Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimizda jamiyatimizda dolzarb bo'lgan, ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzu. Sehr va folbinlik haqida suhbatlashamiz. Bu sehr do'stingizni yuragiga boradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizni sehr va undan keladigan zararlardan ogohlantirgan. Ammo afsuski ba'zi insonlar bu kabi irim-sirimlarga ishonib, hayotini xavf ostiga qo'ymoqdalar. Ba'zi insonlar o'zlarining shaxsiy manfaatlari yo'lida boshqalarga sehr qilishadi. Bunday ishlar oqibatida oilalar buzilib, insonlarning hayoti izdan chiqadi. Sehrgarlar odatda o'z maqsadlariga erishish uchun turli xil makr-hiylalarni ishlatadilar. Ular odamlarni aldab, ularning pullarini o'zlashtiradilar. Xo'sh, sehr o'zi nima? Uning tarixi qayerga borib taqaladi? Bugun shu kabi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala sayyidina rasulillah. Sehr bu lug'at e'tiborini oladigan bo'lsak, arabcha so'z bo'lib, sababi maxfiy bo'lgan noaniq narsani aytiladi. Sahar so'zi ham shundan chiqqan. Mana sahar vaqti bo'ladi. U vaqtda na qorong'i emas, na yorug'lik emas. Narsalar ham aniq ko'rinmaydi. Mana shu vaqt sahar vaqti deyiladi. Shundan chiqqan. Sehr degani sababi maxfiy, noma'lum, holati qanday bo'lib kelib chiqqanligi odamlarga ochiq oydin bo'lmagan narsani lug'at e'tiboridan sehr deyiladi. Lekin umuman olganda istilohda, ya'ni termin sifatida bu narsa sehr. O'sha shaytonga yaqin bo'lish uchun, yaqin bo'lishlik uchun va boshqa insonga turli ta'sirlar ko'rsatish maqsadida qilinadigan ishlar, narsalar, tugunlar yoki bo'lmasam mana bu tutunlar, mana shu narsalarga nisbatan olib boriladigan amaliyotlarni sehr deb ataladi. Umuman olganda juda ko'p ta'riflar berilgan, hammasini jamlaganda mana shu ta'rif sehrga mos tushadi. Avvalo bu mavzuga kirishdan oldin aytishimiz mumkinki, biz mo'min musulmon sifatida, mo'min musulmon o'laroq bizni ko'zimizga ko'rinmagan olam ham borligiga iymon keltiramiz. Ko'zimiz ko'rib turgan olam ham bor, biz ko'zimiz ko'rmaydigan olam ham bor. G'ayb olami, ruhoniyat olami deymiz va shu qatorda biz ko'zimiz ko'rmaydigan quvvatlar ham borligiga ishonishimiz kerak bo'ladi. Qur'oni Karim oyatlariga qarasak, Qur'oni Karimda ham sehr to'g'risida oyatlar keladi. Mana shu holatda bir narsani e'tiborga olish kerakki, dunyoda hamma narsa, olam, koinotda hamma narsa Alloh taolaning irodasi bilan bo'ladi, Allohning izni bilan bo'ladi. Qur'oni Karim oyatlariga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karim oyatlarida ham sehrgarlarning harakati, amaliyot haqida gap boradi va ana shu joylarda hammasida bularni qilayotgan ishlari albatta Alloh izn bersagina bo'ladi deb aytilgan. Musa alayhissalomning voqealari bayon qilingan o'rinda ham sehr haqida gaplar kelgan. Sulaymon alayhissalomning voqealari, qissalari bayon qilingan o'rinlarda ham sehr haqida gaplar ketgan va voqelikka qaraydigan bo'lsak ham hozirgi kunda ham sehrgarlar hamda sehrga duchor bo'layotgan mazlum insonlarni ko'rganimizdan ham bu narsani bor narsa ekanligi ma'lum bo'ladi. Sehr qilishning hukmi qanday? Albatta, sehr juda gunohi kabira, qat'iy harom amal hisoblanadi. Ba'zi ulamolarning nazdida bu kufr hamdir. Ba'zilar sehr qilishlik bu kufr deb aytganlar. Yoki albatta sehrning oqibati kufr deganlar. Sehrgar oqibat alal oqibat kofir bo'ladi, kofir bo'lib dunyodan o'tadi. Yana bir narsa borki, qanchalik shaytonga ibodat qilsa, qanchalik shaytonga bo'ysunsa va hamda din hukmlarini qanchalik tahqirlasa, shunchalik shaytondan u yordam oladi sehrgar. Shu e'tibordan sehr qilayotgan insonlarning amaliyotidan kelib chiqib ham ularni ulamolar musulmon deb hisoblamaydilar. Sehrgarning makr va alomatlari qanday bo'ladi? Sehrgarlar avvalo bilishimiz kerak, yuqorida aytganimizdek, sehr bu kufr yoki qat'iy harom amal hisoblanadi. Sehrgar inson hech qachon najot topmaydi, zafar topmaydi. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Sehrgar qayerga borsa ham hech qachon zafarga, yaxshilikka erishmaydi degan oyat karima bor. Endi sehrgarlarni alomati nima bo'ladi degan bo'lsangiz, sehrgarning alomati u sehr mobaynida kelayotgan odamlarning murojaati davomida ismini, otasini ismini, mana shunday narsalarni qachon tug'ilgan, mana bu narsalarni so'rab oladi. Aslida bu haqiqiy
ruqiya o'quvchi, davolovchi inson uchun, dam soluvchi inson uchun ahamiyati yo'q. Ikkinchidan, sehrgarlar, folbinlarning alomati suratini talab qiladi gohida. Rasmga qarab turib bir narsalar amalga oshirish bor. Mana shu narsalarni ko'rsangiz albatta bilingki, u haqiqiy ruqiya o'quvchi, xolis inson emas. Bundan tashqari, sehrgar o'sha insonni sochi, buyumi, kiyimi, do'ppisi, ko'ylagi, ro'molchasi shunga o'xshagan narsalarni talab qiladi. Mana bunday alomatlar. Undan tashqari har xil tilsimlar yozadi, har xil narsalar yozadi, har xil narsalarni tutatishi bor gap. Bunaqa tutunlar, bug'lar, mana bu narsalar bilan amaliyot qiladigan bo'lsa, mana bular sehrgarlar hisoblanadi. Makriga keladigan bo'lsak, har bir sehrgar ham o'zini musulmon ko'rsatish uchun, yaxshi inson ko'rsatish uchun Qur'on oyatlarini o'qishi bor. Xatomi, xato emasmi o'qiydi. Mana bu Qur'on o'qing deydi. Hammasi Xudodan deb aldaydi. Garchi ular shaytonga o'zlari ibodat qilayotgan, shaytondan yordam olayotgan bo'lsalarda, hammasi Xudodan degan so'zlarni ko'p ishlatadi. Qur'on oyatlarini o'qishlari bor. Mana bu Qur'on oyatlaridan o'qinglar deb buyuradi, lekin alomatlari, sifatlari yuqoridagidek bo'ladi. Bundan tashqari yaxshi bir hayvonni, qo'yni, xo'rozni so'yishingiz kerak deydi masalan. Bu narsalar umuman Allohning dinida yo'q narsalar, Alloh taologa kerak emas narsalar. Alloh taoloning kalomi o'zi Qur'on shifo. Alloh taologa duo qilishlik uchun, misol ba'zi bir narsalarni so'yib, bunday qilish kerak degan narsani o'zi yo'q. Shundan bilasizki, sehrgar, folbin qanday ishlarni amalga oshiryapti. Yana bir narsa borki, sehrgarlarda asosiy alomati kechasi ish olib boradi ular. Kechasi ish olib boradi. Chunki tunda shaytonlar qo'zg'algan vaqtga to'g'ri keladi. Shuning uchun kechasi ish olib boradigan odamlar, kechasi bir narsa qilaman men, kechasi davolayman, kechasi dam solaman, falon degan odamlarni ham bu narsa sehrgar yoki folbin ekanligi to'g'risidagi shubhani uyg'otadigan ishlardan biri. Sehr shunaqa narsaki, odamni avvalo xayolini chalg'itadigan narsa. O'zi haqiqat bo'lmasa ham, lekin sehrlangan inson xayolida haqiqatni boshqacharoq ko'rishni boshlaydi. Masalan, o'sha yuhayyalu min sehrihim annaha tas'a. Haligi ularni sehrlaridan deydi, Musa alayhissalom bilan sehrgarlarni o'sha mubohasasi bo'lgan sehrgarlar bilan tortishgan Fir'avnning saroyida bo'lgan voqeada, tortishuvlarida ular qo'llaridagi iplarni tashladilarda sehr qildilar. O'sha sehrdan kelib chiqib odamlarga u yurayotgan ilonni singari ko'rindi deydi. Sehrlangan inson xayolida hayotni, odamlarni boshqacha ko'rishni boshlaydi. Sehrning asosiy sehrgarning ishlaridan biri oilani ajratishlik. Yufarriqu baynal mar'i va zawji, Qur'onda ham keladi. Odam bilan oilasini ajratishlik. Sehrlangan erkak ayolini boshqacha ko'rishni boshlaydi. Dunyodagi eng xunuk inson sifatida ko'radi. Sehrlangan xotin erini shunaqa eng yomon ko'rgan holatda ko'radi. Sehrlangan inson sehr qiluvchini dunyodagi eng kuchli, dunyoni boshqaruvchi sifatida xayolga kela boshlaydi. Shuning uchun uni aytganini qilishni boshlaydi, o'zi bilar bilmas holatda. Shundan kelib chiqib sehr mana shunaqa ta'sirga ega bo'lgan narsa. Lekin bir narsani e'tiqod qilish kerakki, Alloh izn bermasa bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo o'zini ilmi, hikmatidan kelib chiqib ba'zi bir holatlarda ularga imkoniyat berishi mumkin. Ularni misol harakatlariga bir natija berishi mumkin, misol ba'zi bir shaxslarga nisbatan. Shuning uchun bu narsani juda yomon ekanligini, eng yomoni oilalarni ajratishlik, er va xotinni, ota bilan bolani, oilani ajratishlik, mana bu narsalarni qilishlikka sabab bo'ladi. Aslida sehr qilayotgan odam dindan chiqqan, kufrga ketgan inson, lekin sehrga borayotgan inson kim? Sehrni buyurtma qilayotgan kimlar? O'zini musulmon hisoblaydigan odamlarning qanchasi borib sehrgarga murojaat qilib, falonchiga bundoq qilib bering, falonchiga ziyon yetkazing, falonchiga bunaqa yo'lini to'sib bering deb turib buyurtma qiladiganlar bor ekan, sehrgarlar faoliyatini olib boryapti. Bu o'sha borayotgan insonlar iymon, e'tiqod darajasi pasayib ketganligi, iymonning kuchi kamayib ketganligi, shaytonga asirlik kuchayib borayotganining alomati va Alloh taologa bo'lgan iymon, Alloh taoloning Razzoq ekanligiga bo'lgan iymonni kamayib ketganligi mana shu narsadan kelib chiqadi. Kimdir oilasi yaxshi bo'layotsa, totuv bo'layotsa, uni ko'rolmagandan buzilishini xohlaydi. Kimdir ishi tijorat yurib ketayotgan bo'lsa, mana shu odamni tijorat to'xtab qolishini xohlaydi. Kimdir qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, muvaffaqiyatni to'xtatishni xohlaydi yoki qanaqadir adovat qilib qoladigan bo'lsa,
Qur'on aytadi, Xudo bizga buyurgan, birovdan yomonlik ko'rsang, o'shani misolicha yomonlik qaytarsang bo'ladi deyilgan. Lekin kechirib yuborishlik afzal deyilgan. Lekin odamlar bir zarra yomonlik ko'rsa, birovdan uni butun yomonlikni unga bergisi keladi. Ozgina adovat, ozgina yomonlik ko'rish, ozgina gap qochishi bilan hatto bir-birini o'ldirishga buyurtma berayotgan insonlar bor. Qabristonlarga ko'mib ketyapti, qo'g'irchoqlarga ignalarni qo'yib turib qiladigan sehrgarlar bor. Bularning hammasi o'lim uchun qilinadigan sehrlar hisoblanadi. O'lim uchun qilingan sehrlar. Bu narsa bu kufr. Agar shu narsani xohlab, mana shu narsa joiz deb, istab, shunga rozi bo'lib, bu narsa bo'ladi, shu qilganim to'g'ri deb borsa, sehrga buyurtma berayotgan, o'shalarga borayotganlar ham dindan chiqadi. Alloh saqlasin. Bu narsalar o'tkinchi dunyo matolari. Odam iymoni kamayib, unda g'urur, unda hasad, unda turli yomonliklar, qalbida Allohdan uzoq qiluvchi illatlar ko'payib borayotganligi uchun mana shu ishlarga qadam qo'yadi. Lekin inson iymoni komil bo'lsa, Allohdan ekanligini, hamma narsa yaxshi yo'l yomonlik, rizq ham Alloh taolo huzuridan taqsim etib berilayotganligini, harakat qilsa Allohdan so'rasa o'ziga ham shu narsalar bo'lishligini, xonadonida misol bir qanaqadir kamchilik bo'lsa, oilaviy muammolari bo'lsa, o'g'il qizlarning baxtlarini so'rash kerak bo'lsa, Allohdan so'rasin. Boshqadan emas. Yoki boshqalarning baxtini ko'rganda aksincha duo qilib xursand bo'lsin mo'min musulmon uchun, hasad qilmasin. Mana shu narsalar hammasi Allohdan uzoqlik, mana shu narsa hasad qilishlik, Alloh taoloning Razzoq ekanligiga bo'lgan iymonning kamligi, bu narsalar hammasi mana shu jirkanch, oqibati yomon ishlarga sabab bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Hatto yoshgina chaqaloq bolalarga nisbatan ham sehr ishlatib ularni o'ldirish holatlariga ham yetib kelayotganini ko'rilyapti hozirgi ayni shu yashayotgan kunlarimizda ham. Xususan ayol qizlarimiz bu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Nima bo'lsa, bir muammo bo'lsa-yoq, folbinga yugurgan, sehrgarga yugurgan mana shulardan kelib chiqadi. Ayol qizlarimiz Alloh taborak va taolo bergan ularga imkoniyatlar, Alloh taborak va taolo tarafidan berilgan ular uchun turli xil imtiyozlar bor. Ularni xizmatlari, ularni hamma ta'minotlari erkaklarga yuklangan. Mana shundan kelib chiqib xonadonlarni obod qilish, farzandlarini tarbiyalab qilish, to'g'ri tarbiya qilish haqida fikr yuritsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Har narsani biz qo'limizga olishimiz kerak, har bir narsaga aralashishimiz kerak. Nega ular undoq, nega biz bundoq degan narsalar shaytonning vasvasalariga uchib, tezlik bilan nima bo'lsa, bir muammo chiqsa, bir masala chiqsa, Alloh taologa murojaat qilib, turib qo'llarini duoga ochib, kechalari Xudoga ibodat qilib, tazarru qilish o'rniga folbinga, sehrgarga yurishlari, bu ham juda ham yomonlik, juda ham bir insonlarda, ayol qizlarda ham bu narsaga e'tiborsizlik hamda Alloh taoloning dini, Allohning shariati, Allohning ahkomlari, Alloh taoloning hukmlariga nisbatan befarvolik ularda borligini anglatadi. Bu masalada ham ogoh bo'lishimiz kerak. Afsus, ba'zi sehrgarlar o'zlarini tabib deb tanishtirib, bemorlarni davolash o'rniga ularning ahvolini yanada og'irlashtiradilar. Sehrgar sehr qilish orqali moddiy foyda ko'rishi mumkin, ammo sehrning eng katta zarari bu uning sehrgarning iymoniga ta'sir qilishidir. Sehrgar Allohga bo'lgan iymonini yo'qotadi va do'zax azobiga giriftor bo'ladi. Sehrgarga foyda nima deyiladigan bo'lsa, nima uchun bilan shug'ullanadi degan bo'lsa, avvalida bu narsalar misol ular turli xil niyatlarda qilish mumkin, qanaqadir boylikka erishishlik, qanaqadir mansabga erishishlik, nimadir bir masalani yechishlik uchun harakatni boshlashadi, lekin o'sha yomon jinlarga bog'lanib qolgandan keyin u yo'ldan chiqa olmay qoladilar. Boshida qanaqadir foydani ko'zlagan bo'lishadi, lekin oqibati hech qachon sehrgarni yaxshi bo'lmagan. Birorta sehr qiluvchi folbinni muvaffaqiyatga erishib, yaxshi bo'lib ketgani tarixda ham, hozirgi kunda ham ko'rilmagan. Faqat qiladigan ishi o'tirib olib, odamlarga ham qo'shila olmaydi. Shu kelgan kimdir shu yomon niyatga kelsa, o'sha yomon niyatini amalga oshirish bilan o'tiradi. Oxirini ham, kelajagini ham, oqibatini ham, hayotini ham, dunyodan ketishini ham bir yaxshilik holati yo'q ularda. Haqiqatda bo'lishi mumkin, ular shaytonlardan kelayotgan vahiylar deyiladi, shaytondan kelayotgan turli xil aldovlar, yolg'on va'dalarga uchadilar xolos. Shundan kelib chiqib bular sehr bilan shug'ullanadi. Lekin ular misol
avvalida nimanidir maqsad qilgan bo'lsalar, hech qachon ular maqsadlariga, yaxshi bir maqsadlariga erisha olmaydilar. Sehrgarlardagi bitta narsa borki, ularning sehri qanchalik kuchli bo'lishligi, u Alloh taoloning muqaddasotlarini, dinning muqaddasotlarini qanchalik tahqirlashga bog'liq. Qur'oni Karimni najosat bilan yozadigan sehrgarlar bor, sehr qiluvchilar bor. Qur'onni hojatxonaga tashlab sehr o'sha shaytonlardan yordam so'rash bor. Mana bu narsalar hammasi Qur'onni ustiga bavul qilish orqali yoki qiblaga qarab bavul qilish orqali turli xil muqaddas oyatlarni turli xil teskari qilib yozish, misol uchun turli shakllarga kiritib boshqacha qilib yozish, o'zgartirib yozish orqali shaytonlardan, jinlardan yordam so'raydi bular. Bu ishni qilayotgan odamlarni qanchalik bir jirkanch ish bilan shug'ullanayotganligini bir alomati bo'ladi. Buni jazosi dunyoda ham, oxiratda ham juda og'ir bo'ladi. Yana bir narsa borki, sehrgarlar sehrlarni amalga oshirishda, masalan, yediriladigan sehrlar bor. Sehrni yeydigan narsaga sehr qilishadi, yeb qo'yishlik bilan inson shu bilan sehrlanib qoladi. Ichadigan narsaga sehr qilishadi. Gohida uylarga bir suvga sehr qilib turib, uylarga dam solish holatlari bor. Dam solish holatlari bor. Buning turi ko'p, turli xil narsalar bilan nimaiki yomonlik bo'lsa hammasini qiladi. Qulflarga dam solish, o'sha sehr qilish holatlari bor. Mixlarga qizdirib turib, mix, shuni singari temirlarga sehr qilish holatlari bor. Mana shu tartib holatlari bor. Inson, musulmon inson mana bu holatlarda bundan bilamizki, yeydigan narsasiga ham hushyor bo'lish kerak. Duch kelgan joyda taomlanib, duch kelgan joyda bir narsani ichib ketib, mana shu narsalardan saqlanish kerak. Turli xil joylarda turli xil narsalarni qoldirib ketish holatlari bor. Odamning sochiga nisbatan tolasiga, kiyimiga, ro'molchasi qolib ketsa, ro'molchasiga sehr qilish holatlari bor. Mana bu narsalardan saqlanish kerak, hushyor bo'lish kerak, odam o'zini tartibli hayot kechirishga o'rgatish kerak. Bundan tashqari mana suratlarga, hasad e'tiboridan suratlarga, misol shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar zamonida yashayapmiz. Odam o'zini chiroyli holatida, ayniqsa farzandlarini rasmlar, suratlarini qo'yishadi ijtimoiy tarmoqlarga. Bu narsalar ham dushmanchilik, baribir kichikmi, kattami dushmanni yomon hisoblanadi. Shuning uchun bu narsalardan ham ehtiyot bo'lish kerak. Chiroyli farzandini ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi-da, keyin kimdir unga hasad qilgani uchun boshqa sababdan sehr qilishga urinish holatlari bor. Keyin kasal bo'lgan, boshqa bo'lgan, unaqa qayerdan keldi deb o'ylanib yurish holatlari bor. Shuning uchun bu masalalarda ham odam mana shu mulohazalarni ham hisobga olib, faoliyat olib borish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini ham shunga qarab olib borishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Sehrgarning jazosi qanday bo'ladi? Ulamo kiromlar sehrgarni bu hayotda o'rni yo'q degan. Avval tavbaga chaqiriladi. Agar tavbaga kelmaydigan bo'lsa, yana buzg'unchilik bilan insonlarning o'limiga, baxtsizligiga, oilalarning ajralishiga sabab bo'lishda davom etadigan bo'lsa, u insonni bu hayotda o'rni yo'q degan, u yashashga haqqi yo'q degan xulosa fatvoni berganlar. Sehrgarlar o'zlarining sehrli kuchlarini saqlab qolish uchun turli-tuman gunoh ishlarga qo'l urishga majbur bo'ladilar. Sehrgarga borgan inson ham katta gunoh qiladi. Biror kishi o'z muammosini hal qilish uchun sehrgarga murojaat qilsa, u Allohga tavakkul qilish o'rniga sehrgarga ishongan bo'lishi tabiiy. Bu esa tushunib turganingizdek. Alloh saqlasin. Sehr qiluvchiga borganning gunohi qanday bo'ladi? Xo'p, yuqorida aytdik, sehr qiluvchiga, ya'ni o'sha sehr bilan shug'ullanuvchi folbinmidi, mana shunaqa jinkashlarning huzuriga boradiganlar bular yo iymoni kamligidan bo'ladi, agar ularning ishini to'g'ri deb biladigan bo'lsa, iymonsizligidan borayotgan bo'ladi. Alloh saqlasin. Kim borib turib shu folbinni tasdiq qiladigan bo'lsa, rost aytadi, g'ayb ishida, ko'rmagan ishlarida rost gapni gapiradi bu deb tasdiq qiladigan bo'lsa, iymondan ajraydi. Shuning uchun mutlaqo bu ishlardan tiyilish kerak, saqlanish kerak. Ko'p bizga murojaatlar bo'ladi. Ayniqsa ayollardan yuqorida ham aytdim. Shu ishlarni qilib qo'ygandim, endi nima qilaman? Nikohimni yangilashim kerakmi? Nima qilishim kerak? Nima qilsam tavbalarim qabul bo'ladi degan narsalarni aytadi. Bu ham yaxshilikka, vaqtida tavba qilayotganligi. Lekin yana juda ko'plab insonlar hali ko'zi ochilmayotgan insonlar bor. Ularni ham zudlik bilan tavba qilishga, bu gunohlardan, bu ishlardan qaytishlikka chaqiramizki, buni hech ham foydasi yo'q, faqat yomonlik dunyoda ham, oxiratda ham azob va xorlikka olib boradigan ish hisoblanadi. Sehrgarga, folbinga,
boshqa mana shunday narsalarni jinlar bilan shug'ullanuvchi odamlarni oldiga borib ishini bitiraman deyishlik bu o'ta katta xudo bexabarlik hisoblanadi. Sehr bo'lganmi, yo'qmi? Buni bilish birmuncha qiyin ish, ammo ba'zi belgilar bunga ishora bildirar ekan. Sehr bo'lganligini bilish qanday bo'ladi? Sehr aytganimizdek insonni avvalo aqliga hujum qiladi. U bor narsani boshqacharoq xayolda ko'radigan bo'lib qoladi. Undan tashqari inson nigohida jismiga ta'sir qilishi mumkin sehr. Yuzidan ko'rinishi mumkin. Gohida inson sehrlangan bo'lsa, ibodatlariga ta'sir qilishi mumkin. Farz ibodatlardan beparvo bo'lib, umuman ibodatlarga, ayniqsa farz bo'lsa ham qo'li bormasdan beparvo dangasa bo'lib qolishlik alomatlari ko'riladi sehrlangan insonlarda. Bundan tashqari bir shaxsga nisbatan aytganimdek sehrlangan bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa unga yomonligi tegmasa ham yomon ko'rish holatlari, dunyodagi eng yomon inson sifatida ko'rish holatlari bo'ladi. Bundan tashqari aytganimdek yuzida, yuz tuzilishida, og'izlarini o'zgarishligida, ko'zlarining holatlarida mana bu narsalar buni o'zi mutaxassislar bu ish bilan shug'ullanadigan, masalan, ruqiya o'qiydigan, shu Qur'oni Karim bilan dam soluvchi insonlar bu alomatlarini bilishlari mumkin. Bundan tashqari vasvas bo'lish holatlari bo'ladi. Vasvas bo'lib qolish holatlari bor. Vasvas bo'lib o'zini halok qilish, o'zini o'ldirish holatlariga yetayotganlar bor. Bu holatda undan tashqari ba'zi bir sehrlangan odamlarni ko'ramiz. Tahorat masalasida vasvasga tushib qolgan, umuman tahorat qila olmay qoladi. Namoz masalasida vasvas bo'lib qolgan, umuman nima namoz o'qiyotganini, qanday o'qiyotganini bilmaydi. Ba'zi bir odamlarni sehrlanganlarni ko'rdik, taloq masalasida sehr bo'lib qolgan. Har bitta gapini taloq qilib qo'ydimmikin? Har bitta so'zini taloq qilmadimmikin? Xotinim taloq bo'lmadimikin deb turib, mana shunday qilib oilasini buzishga qilinadigan sehrlar ham bor. Mana shu holatlarni ko'ryapmiz, mana ham bitta alomat hisoblanadi. Sehrdan saqlanish va davolanish yo'llari bormi? Albatta, sehrdan saqlanishlik bu Qur'oni Karim oyatlari, hadis sharhlarida kelgan duolar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan zikrlar bor. Ertalabki, kechqurungi zikrlar bor. Turli xil Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dam solish, farzandlarga, o'zlariga, inson o'ziga dam solish, qaysi zikrlarni aytish, mana shu narsalarni o'rgatganlar. Qur'oni Karim oyatlari bor. Oyatul Kursi masalan o'qilsa panoh bo'ladi jindan, shaytondan. Baqara surasini o'qiydigan bo'lsa, Baqara surasiga batolalar, ya'ni sehrgarlarning kuchi yetmaydi deganlar. Xonadonda doimiy ravishda Baqara surasini o'qib turish kerak. O'qiy olmaydiganlar mana imkoniyatlar bor, telefondami, televizordami Baqara surasini doim qo'yilib turish kerak. Bundan tashqari aytganimdek zikrlar bor, ertalabki, kechqurungi zikrlar bor. Agar o'rganilsa, ularni ham o'qib boriladigan bo'lsa, doimiy tahorat bilan yuriladigan bo'lsa, mana shu narsalar. Na'udhu bi kalimatihi tammah. Alloh taoloning tom mukammal kalimalari bilan panoh so'rayman degan qisqa duo bor. Buni davomi ham aytilgan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. O'shani o'qib o'ziga dam solish kerak, farzandlarga, bolalarga dam solish kerak. Mana shu narsalarni aytib bilsa, inshaalloh sehr ta'sir qilmaydi. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Allohning tugal kalimalari ila u zot xalq qilgan narsalar yomonligidan panoh tilayman. Va yana bitta sehr mana bu jinlarni ta'sir qilishligiga sabab bo'ladigan narsa insondagi shubha va qo'rqinch. Qachon menga sehr bo'lar ekan, qachon menga ta'sir qilar ekan deb turib, agar inson qo'rqaversa, Alloh taologa bog'lanish kamayib ketadigan bo'lsa, unda ham tez ta'sir qiladi, ta'sir qilishga sabab bo'lishi mumkin. Hammasi Allohdan. Men Allohga duo qilaman. Meni Robbim o'zi himoya qiladi. Allohning kalomini o'qiyapman, bu menga qo'rg'on. Mana bu zikrlarni aytyapman, bu menga qo'rg'on deb turib, qalb xotirjam bo'lsa, hech qanaqa qo'rqinch bo'lmasa, faqat Alloh bilan bo'lsa, Allohdan ekanligiga iymon quvvati kuchli bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda ham sehr va jinlarni yomonligidan panoh bo'ladi inshaalloh. Endi xo'p, bu narsa bor ekan, ta'siri ham bor ekan, qanday saqlanish kerak? Qur'oni Karim oyatlari, ruqiyalar, ularni o'qiladi. Bundan tashqari bu sohada faoliyat olib boradigan pokiza yo'ldagi dindor mutaxassislar bor. Shularning tavsiyalari bilan turli xil narsalar bor, shu sehrni ta'sirini chiqarib yuboradigan, ba'zi bir narsa ichadigan, ba'zi bir dorilar bor, ba'zi bir holatlar bor. Mana shularga murojaat qilish orqali shularni tavsiyalari bilan bundan inshaalloh sehrni ta'siridan qutulib ketish mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning davrlarida ham
sehr bo'lganmi? Kimlarni sehr qilishgan? Albatta, aytganimdek, Qur'oni Karimda Sulaymon alayhisalom davridagi sehrgarlar haqida aytadi. "Vama kafara Sulaymon valakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nas sihr." Sulaymon kofir bo'lmadi, lekin shaytonlar kofir bo'ldi. Ular sehrni odamlarga o'rgatardilar deydi. Sehrni o'rgatishlikni Alloh taolo kufr sifatida baholayapti. Ya'ni shaytonlarning ishi shu edi va bu kufr edi deyapti. Musa alayhisalom davridagi holatlarni ham eslaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham eslaymizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham hadislarida o'zlariga sehr bo'lganliklari keladi. Endi bu joyda aytish mumkin. Duolarni o'qib yursa saqlanadi deyapsiz. Nega payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sehr yetgan deysalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonga har qanday holatda, har qaysi holat, har qaysi vaqtda bizni namunamiz, bizni peshvomiz bo'lgan zotlar. Kasallikda qanday bo'lishimiz kerak biz? Sehrlanganda qanday holatda tutish kerak inson o'zini? Mana shu narsalar bizga ta'lim bo'lishi uchun Allohning bir hikmati bilan u zotga ham bu narsa yetgan bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik u sehr bo'lganini bilib, bir quduqda turibdi sehr deganlar, o'shani borib Jabroil alayhisalom xabar berganlarda borib olib, unga 2 qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas oyatlarini o'qib, tugunini yechib, sehrni shunday qilib yechib yuborganlar. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nasni ham o'qib yurishlik mana shuni har ertalab kechqurunda bu masalada juda katta insonga foyda beradigan amallardan hisoblanadi. Lekin shunaqa o'ziga dam solib, o'zini sehrdan himoyalab yurgan odam ham qandaydir holatlarda yoki birorta gunoh sodir qilib sehrga duchor bo'lib qolishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Bu dunyo o'zi boshidan oxir imtihon. Hammaga har xil imtihon keladi. Kasallik ham bir imtihon, bir sinov. Kambag'allik ham bir sinov, boylik ham bir sinov. Zaiflash ham bir sinov, qarilik ham bir sinov. Shuni singari sehrga duchor bo'lish ham bir sinov hisoblanadi. Jazo ham bo'lishi mumkin. Dunyoda misol sinovlar, insonga yetgan balolar kafforat. Yaxshi odamga nimadir yomonlik yetsa, uni misol qanaqadir Alloh taborak va taolo poklashlikni xohlagan bo'lishi mumkin. Yaxshi insonlarga ham bo'lib qolishi mumkin. Bu uni yomon inson, boshqa ya'ni Xudodan uzoq inson ekanligini bildirmaydi. Ba'zi bir holatlarda bu ishlar bo'lib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun avvalo yaxshi bo'lib, solih inson bo'lib, zikr va tasbihlarni, o'sha oyatlarni o'qib yurishga harakat qilamiz. Mabodo kimgadir shunaqa yetadigan bo'lsa, uni biz sen bu o'qimagani uchun, yomon inson bo'lgani uchun deb baho bermaymiz. U endi Alloh taoloning o'zi biladigan bir hikmat bilan bo'lgan bo'lishi mumkin. Domla, kohin kim u, arrof kim? Kitoblarimizda man ata kahinan hadislarda keladi. Kim kohinga borsa, fasoddaqahu tasdiqlasa, Muhammad alayhisolamga nozil qilingan dinga, narsaga kofir bo'libdi deyiladi. Yana bir joylarda arrof degan tushuncha keladi. Kohin degani g'aybni bilaman deb da'vo qiluvchini kohin deyiladi. Siz masalan bir narsam yo'qolib qoldi borsiz, u falon joyda turibdi deydi. Faqat bir narsa borki, u narsa misol uchun gohida to'g'ri, noto'g'ri chiqishi mumkin. Jinlarga berilgan xususiyat, jinlarga berilgan imkoniyatlardan kelib chiqib shu holatda gapirgan bo'lsa, misol uchun to'g'ri chiqishi mumkin. Lekin u jinlarni yordami tegmagan holatda yana o'zidan kelib chiqib gapirganda noto'g'ri chiqadi. Bular ham g'aybni da'vo qilish hisoblanadi. Bu narsa dindan chiqish hisoblanadi. Arrof deb turib endi sizga kelajakda sen falon bo'lasan, senga falon bo'ladi, falon uchraydi, falon deb turib hali kelmagan narsalar haqida xabar beruvchini arrof deb ataladi. Bu ikkalasi ham Alloh taologa katta isyon va g'aybni da'vo qilish, g'aybga chang solish hisoblanadi. Muhtaram dindoshim, sehr va folbinlik kabi illatlarga ishonish bu jaholat va ayni adashishdir. Biz Allohga iymon keltirishimiz, unga tavakkul qilishimiz va hayotimizni Qur'on va sunnatga muvofiq olib bormoqimiz lozim. Oddiy odam, to'g'ri yurib, to'g'ri turgan odam ham sehrga duchor bo'lib qolishi mumkin. Chunki jinlarning hasadi bor, insonlarning hasadi bor. Siz o'ylashingiz mumkin, birovga yomonligim tegmayapti deb. Sizning yaxshi bo'lishligingiz kim uchundir yomonlik hisoblanadi, niyati buzuq odamlar uchun. Payg'ambarlar o'ta yaxshi insonlar, o'ta yaxshi niyatli insonlar bo'lganlar. Lekin payg'ambarlarga qancha dushmanlar chiqdi, qancha hasad bo'ldi. Payg'ambarlarni olib kelgan narsasini ko'rsangiz, birorta insonga yomonlik joyi yo'q. Lekin ularga nimadan dushmanlik bo'ldi? Nimadan dushmanlik kelib chiqdi? Hasaddan, ko'ra olmaslikdan.
ne'matlar ko'z qilinadigan joyda, ayniqsa yosh go'daklar, farzandlar ko'z qilinadigan joyda mana shunday yomonliklar paydo bo'lishi mumkin degan mulohazani aytyapmiz. Bu borada hushyor bo'lib, bu borada mana shu tarafni hisobga olib qo'yish aytilyapti, lekin hammasi ham shunday bo'ladi degani emas bu. Lekin ehtiyotini olgan yaxshi degan mulohazada, fikrda aytildi bu. Bu dunyo sinov dunyosi. Yaxshiliklar barobarida Alloh taborak va taolo yomonliklarni ham yaratgan. Toki yaxshini yomondan ajratishlik uchun. Toki banda yaxshi holatda qanday o'tadi sinovdan, ba'zi bir noxushliklar yetganda qanday o'tadi sinovdan, mana shu narsalar uchun. Ya'ni dunyoda yaratilgan yomonliklarning ham o'ziga yarasha hikmati bor. Shuning uchun biz o'zimiz yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Yaxshiliklar sari intilamiz. Bizga doim yaxshilik bo'lishini xohlab hayot kechiramiz. Lekin qanaqadir kimdandir biz xohlamagan tarzda yomonlik yetib qoladigan bo'lsa ham Allohning izni bilan sabr qilib uni muolajasini chiroyli holatda yechishlikka, yechimini chiroyli holatda Alloh va payg'ambar rozi bo'ladigan shaklda yechishga harakat qilamiz. Endi mana shu shuning uchun ham biz doim Alloh taborak va taologa bog'lanib duoda yashaymizki, Alloh taborak va taolo bizni o'zi panohida asrasin. Mana duolarda juda ham oson duolar, hammamiz bilamiz. Ertalabda 3 marta qul huvallohu ahad Ixlos surasini, 3 marta qul a'udhu bi robbil falaq, 3 marta qul a'udhu bi robbin nasni o'qiymiz. Bu ham panoh bo'ladi, yomonliklardan saqlanadi, hech narsa zarar qilmaydi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yoki bo'lmasa Allohning ismi bilan tong ottirdim. Tongda bo'lsa masalan Allohning ismi bilan tong ottirdimki, uni ismi bilan hech narsa menga zarar bermaydi. U eshituvchi, biluvchi zotdir deydigan bo'lsak, shuni 3 marta ertalab, 3 marta kechqurun o'qiydigan bo'lsak ham hech narsa zarar qilmaydi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yuqorida aytganimizdek Baqara surasi o'qiladigan bo'lsa, unga sehrgarlarning kuchi yetmaydi deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. O'qib yurishimiz kerak, eshitib yurishimiz kerak, qo'yib yurish xonadonlarga qo'yib qo'yishimiz kerak, bolalarga eshittirishimiz kerak. Undan tashqari oyatul kursi. Ayniqsa yotish vaqtida oyatul kursi bo'ladigan bo'lsa, u yomonliklardan, jinlardan qo'rg'on bo'ladi deganlar. Qancha ko'p o'qisa, shunchalik keng hududga qo'rg'on bo'lishligi, shaytonlardan panoh bo'lishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan aytib o'tilgan. Inshaalloh mana shunday zikrlarda bardavom bo'ladigan bo'lsak, tahoratda bardavom bo'ladigan bo'lsak, bizga turli xil yomonliklarning yomonligi, jinlarning, shaytonlarning yomonligi bizga yetmaydi. Bu narsalar bizga panoh bo'ladi. Asrimizning yetuk ulamolaridan biri bo'lgan Shayx Muhammad Mutavalli Sha'roviy rahimahulloh sehrni yo'q qiluvchi ushbu duoni o'qishni tavsiya etadilar. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Ma'nosi: Allohim, sen ba'zi xalqingni sehr va yomonlikka qodir qilding, lekin yomonlikning ta'sirini o'zingning izningda saqlab qolding. O'zingni izningda saqlab qolgan narsang bilan qodir qilgan narsangdan panoh berishingni, o'zingni quyidagi so'zing haqqi hurmat so'rayman. Va ular Allohning iznisiz biror kishiga zarar yetkazuvchi emasdirlar. Baqara surasi 102-oyat. Alloh taolo barchalarimizni ko'zga ko'ringan va ko'zga ko'rinmaydigan balolardan, ofatlardan, yer va osmondan keladigan yomonliklardan o'zi muhofaza aylasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo barchamizni sehr va folbinlik illatidan o'zi saqlasin.